Hurmatli xaridorlar, ayni damda Qamashi Ika bozorida savdo jarayonidan lavhalar, mana onaxonlarimiz mana ro'mol savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorimizni savdo rastalarida ro'mollar tanlayapti. Jarayon. Hurmatli xaridorlarni taklif qilib qolamiz. Malol kelib savdo qilishlaringiz mumkin. Hurmatli xaridorlar, mana bugun bizlar ham bilmasdik, hozir Qamashi tumanidagi bozorga kirib qoldik qizlarimiz bilan. Juda ham bizlarga narxlar quvontirdi. Eng asosiy chiroyli hozirgi yozgi mavsumga bog'. Juda ham chiroyli, ko'ylaklari bor ekan, juda ham arzon, 70 ming deyapti. Mana bu yerda ajoyib ro'mollari bor ekan, ro'mollari ham 15 mingdan boshlangan ekan. Juda ham xaridor bor, juda ham yaxshi ekan. Bu yerdagi tozalik, bu yerdagi tarishtalik, xushmuomalalik bizlarga juda ham yoqdi. Sizlarga ham kelishlaringizni tavsiya qilamiz. Hurmatli xaridorlar, biz juda ham mamnun bo'ldik. Rahmat sizlarga.